Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026-yili 8-oyning 22-kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sadiq 2 haftada bir qatim qildigan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. Bugun bu vaqtda ancha ko'p uchurlar yo'q. Asoslig'i deb qo'yganim İstanbul'da 20 liseya faoliyati sizlarga deb kelayotgan uni yana bugun 22 bo'lsa yana bir oydan ozroq vaqt qolib qoldi. Buniki tayyorliqlari jiddiy ketyotidi, asosan bitib qoldi. Kitobniki ishimi hozir hali tayyor bo'lib qoldi. Andan keyin o'rin faoliyatning o'rni bekitilib qoldi. Bu faoliyat vaqtim Zaytunburnudagi Brunei Universitetida bo'lmoqchi. 9, 19 ve 20 günleri 2 gün bo'ladi. Bizniki Uyg'ur Project Fondi'niki 18 leksiyasi bor. Aslida 20 leksiyati ishkini qisqartib 18 qildik hozir. Sal vaqt jiddichilik va bu qatim. Undan boshqa Dunyo Uyg'ur qalamkashlar jamiyatiniki bir faoliyati bor. U faoliyatda 4 kishi leksiya so'zlab berdi. Ashuni qo'shgan chog'da 22'den 24'dek leksiya bo'ldi bu yil. Ondan keyin bu faoliyatda yana bekaga kitob taqtish bo'ldi. Biz bu İstanbul'da 20 leksiya degan mush faoliyatga tushgan maqolalarni to'plab kitob qilyapmiz hozir. Uni shu maydonda haqsiz taqtimiz. Undan boshqa Norvegiyadagi Baxtiyor Umariyimiz ba'zi kitoblarni taqdi ekan. Ularniki birisi ma'lum masalanga Uyg'urlarniki so'zlanmagan hikoyalar degan buniki Uyg'urcha, İngilizce, Türkçeleri barken bunu məqsəd taqatmaqçı. Şuna hozirdan başlab ideyalik qilinglar. Bo'lsa ko'proq qarindoshlarga kelib qatnashib berishini umid qilamiz. Biz bu faoliyatda pul topmaymiz. O'zimizga Uyg'ur Project Fondi uchun manfaat uchun qilayotgan ish emas bu. Millat uchun qilayotgan ish, sizlar uchun. Ashta bo'lgandan keyin imkon bor hozirdan boshlab ideyalik qilib İstanbul'daki qarindoshlar bo'libmi kelib qatnashib bersanglar. Andan keyin İstanbul'da 20 leksiya degan faoliyatda so'zlaydigan, leksiya so'zlaydigan 18 nafar qarindoshimiz bor. Sizlarga men bir o'qitish taqdim qo'ydim yaqinda. Cyril Mo'jat PowerPoint presentation hujjatni tayyorlab Şu 8 ayning 31 kuni oxirlashdan burun men aytib bersanglar. Uni biz kompyuterlar qachilab yig'in leksiya bo'lgan kunisi tizlik qo'yilgan qilib shu shaklda akilimiz. Shuni yana qatim deb qo'ydim. Bu qatim vatan haqida bir qism videolar bor. Yaxshi xabar yo'q. Xabarlarning kamisi bakka ko'ngilsiz bo'lib ketib bordi. Aştaq olsun sizlarga men bir qancha videolarni qo'yib beray. Vataniki hozirgi ahvolini bilishga biroz foydasi bor endi. Ma birisi Atuş'unki Anjuri. O'tganda men Anjuri'niki rasmini chiqarib qo'ysam, siz Atuş'un Anjuri yo'qmi o'ylaringizda deb birlar so'rabdi ekan bir qarindoshimiz. Atışkınlıkka o'xshaydigan anjirmi bor, faqat cho'ng bo'lolmaydi. Hozir cho'ng bo'ladi, 2 tip anjir bor millatda. O'tgan yil bir necha tal bo'lgan, bu yil sal uxlayotdi. Arkadaşlar bo'lish mumkin. Atışning asl anjiri manda qo'l ekan. Atışning önjiri de ima davranlab ketdi. Ko'raman mana atışning önjiri. Anjir usuldan bo'lmaydi do'stlar. Mana anjir usulda anjir bor. Mana haqiqiy ma atish ozg'andan jujman bu. Anladım ki bu vatandaki bazanın bir konuşuyor ama Uyg'ur çalgı asapları.
Mağru başka bir yerden gelip vatandaki burun özü tuğulup ösken öyünü kayıtlı köylü kelgen bir grup tutallarken vatanın toprağı okşamaydı. Yakında bir xil zəhərlik, çekimlik tamaka oxşaş bir narsa paydo bo'libdi vatanda. Ashuna bilan yoshlar bekchiq o'lib ketib bordi deydi mana ona paqani. Tor dünyasıdaki barlıq tordaşlarım əmmanlamış və xeyirlik bolsun, ailəni xatırcam bolsun, mən məzmun bək mühim şun köplep jürek alt rəqimini yollu versanlar, tordaşlarım köplep takip versanlar, ibret olsun tordaşlarım. Muş duyruq dünyada bu ülemden artıq, ülemden eğir gün yok deydik. Mən hazır bir videonu girip kaldım. Muşu sot məhkəmsədə ağa şipinken bu balınınki tatkan azabı ülemden artıq gen tordaşlarım. Bu qarindişimiz vaqt oqışıq şirketkendeyken çıkan hazır çıkandayken bu bütünley bu ayağındaki bir balayla arlaşkanlıkını bütün Ben işkilasını almıştırıp gittim ben. Yakında bu hafta bana bir bastım uçur geldi. Lager'a kirip gidip bir kısım yaş erler. Hazır anca mince kısa müddet kesilgerler anca mince çıkıl duruptu. Çıkıp karsa ayağı Xitay olan toy koğagan. Bu afal inten eğirke. Cenupta bek eğirken, bana bu torkuçur keygen, bana kardeşimizin şunu da vatıda hazır. Ben oyladım bunu, nimişi bunu aşıp buludu da. Hazır miniki üzerine perzişe, elleri turmi lager kekletken Uygur hanımla, bulaniki iş kandak yaşaş vasıs kamagan. Xitay aşındak bir ahvalını şekillendirip bu kızlarını iri turmi lagerden çıkıp boğaçılık Xitay bilen toy kılışka mecbur kıp koyganda aşta kımısa cenni bakamaydıgan alet kep kalgan. Bu bir xil ahval bazıları özleri kıkan buluşu mümkün. Çıkılıp bu işler intayın içinişlik. Bu işini anladım. Ma kardeşimizin şunu söz davet ettim. Ben daha yemirsili sağlı araçlık ettim edesette. Fuqa bu ikisine söylep hem de ekilip xıra kıldıgan şul arlaşıptı bu ayalı bir balı bilen. Şunun bilen bir sot söylep ekege ekilip bir sotta ağan şipinken lekin gözlerimde yaş çıkıp özüm doktamay yığılap kettim. Bu bala eğer yilik almıştımsa hem de eyvalmaydı ki pınlar ayını karsam bu bana tükep ketkenlikini yazıp koyaptı. Nahit içim içti kardeşlerim. Şuna muşu vakitlik okuşçılık jaryanında muşu bir kısım xumsular muşunda qarındaşlarımızınki xotin balalarını buzutadigan, muşunda qesh qiladigan bir kısım ayollar muşunda bir kichikkina bir vaqtlik o'qishdan chiqisharlikda menda o'zini buzib muşunda aysh ishlarga birlik bitadigan, payshvozlik qiladigan ishlar ko'payib ketib bordi. Degan gap sizga balkim ömrimizni, hayotimizni doğru dikkanimiz. Balalarını aldırıp qaysi basqıçqa keldinglar? Hem balalarını aldın atamdım. Balalarını yalnız beqiyotgan, hem shundaqla ailenin yükünü yig'ib ketirayotgan yosh analar, hem dadalar, sizlar qaysi basqıçqa keldinglar? Bijil 9-yili. Balamni aldayotganimning saq 9-yili. Lekin oldingi kunki bir yig'iz gibi meni hozirgacha beyaram qo'yibdi. Shunda bir xil o'kidib yig'lab ketdi. Bu yapma semini oldu mu da işte dedi. Neymiş ka desem
dadası to'g'riliq paranjib qoldik. Bo'ldi oldima dedi. Az qoldi deysa, lekin bu az qoldi degan gap tugamaydi ekan. Men cho'ng bo'ldim, baribir endi bu gapingga aldanmayman, men buni bilaman deb boshladi dedi. Lekin shunchalik bir xil bearam qoldim-da. Vallahi haqiqatan cho'ng oldi. Kichik vaqtida az qoldi degan gap so'zlar bilan aldalgan bilan buni bu gapni hamma tushundinglar deb o'ylayman. 900 vaqtda dadam padiqimda qaytib keldi deb. Degida shunga 1 yoshga kelgan bolam 9 yoshga kirib bo'ldi degan gap. Sizlarga yana bir necha narsa qo'yib beraman. Abetindekinin mavti. Bir zehir çıkıptı ata-onalar bek dikkat kılaydı. Bek dikkat kılaydı. Muş yakında bizim oğulcada acayip bir faciadan anlamadığımız. Nime dese, muşu tuyuksuz ölüp gitpagan, tuyuksuz qaytip atkan. Üydün akşam sakır gidip etdigende ölüp çıkıp atkan. Kirsi ölüp ketken, qaytip kalgan. Bu nime geldiyse, muhurga okşaş bir zehir çıkıptı deydi. Karsan muhur gidekler. Bunu cıgıraklam çekip alsa, qaytip kaldık. Bu keyip kılamış bu. Şuna Dolaba kılamış bu. Muşunda zehirni, yine muşunda kemiğilik doğrunu yiyip, üzerine nabuk dilip, şu ata-analık kanlar jığılıp, asmanda doğru yerde kapkar. Ma videonu çokum ahırsı anla, birta zırkılanıp, besi yutunla. Muşa yakınның yağı, muşa muhur ki okşaydıgan, muşunundaki zehir, yine mani çeksen bir hiyali ulap kalamam miki, yak ziyali ulap kalamam miki, davatta yak ballarımız, kandek ballarımız, unda kımmağla, üzerine veren kımmağla, ata-ananlı, ailanı veren kımmağla. Onundan sırıp bu muhurekten başka mayada bir muşunda bir doğru var. Muş doğru ne kızıvallamaya dikense, uhan balamaya dikense, çıpıttığını mı satıdı kense, namasonu mu satıdı kense, yüzen hiyal edişip, yüzenin royun yukutup, nime kılışını bilmeydi, kan zarlap, aşağı eski tamının keyinde üsümlük adamdaki oturdu kense, ma nesini setavatkan ben bir rezil adam kalıptı çıkıp ki, ayvan kum, konu verdi, köp kuyla, kanundan korkmamsıla, kanunu köz girmay setavattamsıla, insandı... Nima bizga o'xshash irqiy qirg'inchilik uchragan bir millat endi tushga tushib zaharlik chekimlarni chekib bundaq zaiflashga kelsak bo'lmaydi. Aslida uningki aksicha minish kerak, aksicha bo'lgan yo'lga minish kerak. O'zimizni kuchlantirish yo'liga. Hozir endi bunday ishlar bo'lib turibdi, odamning ko'ngli bak yerim qiladi. Bir inson uchun insonniki muvaffaqiyatli bo'lishida uniki o'zini kontrol qilish, o'zini tizginlash, o'zini tuzum bilan boshqarish bu iqtidori intayin muhim. Hozirgi ilmiy tadqiqotlar kichik bolalarniki mushtaq qobiliyatini baholash orqali bu bolaniki kelgusida muvaffaqiyatli bo'lamdi, bo'lmamdi, shunga baho beradi. Cho'nglar uchun masalan shunday muhim qobiliyatli bu. Uni muaffol qanchalik derecede kengaydi, vatanda qo'lolmaydi, ish qilib bak ichinish qilib ahvollar. Men o'rta maktabda o'qigan vaqtim madaniyatni qilavga to'g'ri kelgan. Shu chog'da jamiyat intayin qalaymiqan, odam tasavvur qilib bo'lmaydigan ishlar bo'lgan shu vaqtning o'zida. Meniki o'g'il savdoshlarimning hammasi degidek biroz yo'ldan chiqib, har qism yo'llar men ketgan. Lekin shu chog'da men o'zimni kontrol qilgan. Ish qandaq shu muhitniki ta'sirga uchirmay, bir qitim sodir qildigan bir xatolik bilan o'zimniki istiqbolini nobud qilmay deb ashta o'ylaganman shu vaqtning o'zida. Ashta o'ylab shu medatni qilavniki qilayotganligidan sog' salomat chiqib, keyin oliy maktabga o'qishga bordim. Bizniki 3 sinf o'quvchilarinchida oran 3 odam oliy maktabga o'tib qo'yildi. 77-yilda o'g'illardan men yolg'iz. Demakchi o'g'lim hozirgidek yuz berayotgan ijtimoiy
tüzüm, ictimai ahvollar, siyosiy zulm, mushning ichida men qanday yashayman degan narsa amaliyotda har bir odamning o'ziga bog'liq. O'zini kontrol qilish orqali ashtaq muhitimi o'zini intayin yaxshi taraqqi bo'ladi. Endi ma yoshlarimiz nima kutib bordi qilolmaydi, shunga ma videolarni ko'rib shuni ko'nglim yerim olib ketdi. Ondan keyin yana bir videoga ko'nglim tushib qoldi, sizlarga ko'rsatib qo'yay. Burun navoiychilikni erlar qildi. Men vatanda herkes ayol navoiychilikni ko'p bakmagan. Hozir o'sha videodan da chiqdi yaqinda. Navoiychilarning hammasi ayollar, qizlar. Bu erlar qamag'anlikdan bo'layotgan bo'lishi mumkin deb o'yladim men. Uzun yıllar bo'lgan bo'lsin, lekin Uyg'ur qizkan. eng oxirgi Banu Ay hozirgacha yashmoqda. U dal mening keynimki mush saraydan. Bu kucha Van sarayi. Gerçi eng oxirgi Van tugab ketgili uzun yillar bo'lgan bo'lsin, uning ayoli hozirgacha shuna Ma videoni Facebookga chiqarib qo'ydim. O'shadan ko'rsanglar bo'ladi. Men hozirgi Uyg'ur qizlarniki bir holat ekan. Men bunday holatni ko'rishim tunji qatim shunga sizlarga bir ko'rsatib berdim. İşte bir haritaya bazıları ütüktüp kalmış. Ya doğru. Bu bir stas kaptı bana püsüldü geldi. 2 koy 3 moy, 2 koy 3 moydan davamlılık müşter to'yaq besvat emas. Mana to'yaq ekan. To'yaq satqanlar, bir kilosi davamlı kuchur qilsanglar bo'ladi. 20 chaqqan turolmaysan. 2 so'm 30 tiyin, 2 so'm 40 tiyin. 3 moy, 2 koy 3 moydan davamlılık müşter to'yaq besvat emas. Qancha kerak bo'lsa olamiz. To'yaq satqanlar, big' satqanlar davamlı kuchur qilsanglar bo'ladi. Demek 1 kilo 1 dollarga 2 kilogramdan jiqraq yong'oq keldi ekan vatanda hozir. Bu bichorga halla jenini qanday deb atadi ekan. Bugün yağ neçe pul olib ketdi, neçe pulni oldingiz? Bular bugun yong'oqni 2 koy 4 moddan oldik. Atalagan 2 koy 3 moddan olgan. Bugun bahasini 5 pul o'stirib 2 koy 4 moddan oldik. Şu 8'ndaydı, ayvan 8'ndaydı 4. öyleydi. Şu orada yağ koyulmaz, yağ koyulmaz. Halta lazım olmasa, yapacak. Hamda 3-chi mazmunga o'tay. 3-chi mazmun Xitoy haqida. Xitoy haqida yaqinda chet elda yoki Xitoy analistlarning og'zida ko'proq deyilayotgan ahvol Xitoy chirisining itilishi. Mayli Xitoydan chet elga chiqadiganlar bo'lsin, chet eldan Xitoyga kiradiganlar bo'lsin. Men o'tgan qatimliq videoda yangi chiqqan ba'zi tuzum belgilamalarini degandim. Hozir shuniki hali cho'ng unumi bo'yotidi. Yaqinda ba'zi ishlarni anladim. Necha kunning oldida Beijingdan chet elga mangadigan bir aeroplan hozir shu aydirmada Xitoydan chet elga manganlardan so'rab to'ldiriladigan bir jadval bor ekan. Bu jadvalda intayin inishga oilaga oid savollarni so'raydi ekan. Şu so'raydi ekan bo'libmi, mayli Xitoydagi bo'lsin, chet eldagi tuqqanlar bo'lamdi, och singil, ota-onalar degandek asab qasmi butun uchurini so'raydi ekan bular. Shunga bu bir aeroplanga chiqadiganlardan tang 20digidek bu jadvalni to'ldirib ma'lum bir yerga kelgan chog'da davomlashtirolmay uni aeroplanga chiqarmabdi.
bir aeroplanınki tang yerimi qo'rq deydi odamni chiqamaganlik uchun mumkin. Shu yerda bir tutilgan bir balon hikoyasini chiqdi Xitoy YouTube'chilarniki videolarda. Deydi birsiniki telefonini tekshiribdi, shu aeroplan chiqadiganlarning telefonini tekshirdi ekan bular. Bir uyga akritib, telefonni evilib, bir uyga akritib tekshirdi ekan. Birisini tekshirib, qaytib chiqib, sizniki bu qachilagan applarniki hammasi yangi applar ekan. Sizin odat ishlaydigan telefoning qani bu? Sizin odat ishlaydigan telefoning emas ekan deb so'rabdi. Men boshqa telefonim yo'q, boshqa birsizlar bor desa, uni tutib akritibdi. Mashtash bo'pti. Ondan keyin yana bir xabarda hozir shu Amerikadagi Xitoy konsuliga berib, viza olib Xitoyga qaytmoqchi bo'lgan Xitoylarniki soni biroqlam yo'qlam bo'lib ketdi deydi. Birisi shu gapni anglab, tunugin San Fransiskoga birisini aytib qilibdi San Fransiskodagi Xitoy elchixonasiga. Burun odatda 2 qur uchrat bo'lib, uchratda lag'ach ketib, ishxona binosining sirtiga chiqib, ashta uchrat turib haqla viza oldi ekanlik. Xitoyga berish uchun. Tunugin borganda qarasa, qop-quruq deydi, adam yo'q deydi. U burunqida tizilib viza olgan Xitoylar yo'q deydi. Shuna qilib hozir 2 yo'nalishda Xitoyga kiradigan va chiqadiganlarniki soni intayin ozib ketdi deydi. Yana Uyg'urlardan vatanga ketayotganlar yana davomli bor, ketayotganlar bor. Hozir Xitoyniki bundaq kishilarga bo'lgan bundaq kishilar ustidan elib borgan ishlarimi intayin vashillashishga boshladi hozir. Mening olgan xabarimda masalan yaqinda birisi Yaponiyadan beribdi ekan vatanga. Keyin aşağıda unundan shu bütün kimlarni tuniysan deb atrofidagi odamlarniki hammasini uchun egallab, hatto Yaponiyada jiddiy bir qatim Nuruz paliti bor 3-oyda. Uni izchildan so'rab kelyapti. Ash palatga qatnashdingmi deb shuni so'rabdi. Bundaki qatnashma Nuruz palatiga borma deb hozir Uyg'urlarga aşırı darajada besim shakl turibdi. Vatanga berib kelayotganlarniki ko'rayotgan kunimiz shu. Bir adamdan atrofidagi bütün adamlarning uchun egallab, undan boshqa ashtar og'ziga jugan silib, bundan hech qanday qatnashma, hech narsa borma. Hatto Nuruz palatiga borma deb shu darajada cheklash, shu darajaga yetibdi hozir endi. O'shda gaplarni angladim. Yaqinda Xitoyda bo'lgan yana bir ish, Jurumji degan Xitoy o'ldi 98 yoshida. 8-oyning 12-kuni o'libdi. Bu Xitoyniki Xitoy iqtisodiy sistemasini isloh qilish jihatda biroz nomi bor. Bu Xitoy ayni vaqtda shu nima Shanxayniki shahar boshlig'i bo'lgan 1988-yildan 91-yilgacha. Nimning vaqtida, Jiang Zeminning vaqtida nim bo'lganda Zongli başbakan bo'lganda, baş minister Zongli bo'lgan, ashta qilib davlat ilgirki korxonalarni amaldan qoldirish, qatorliq ishlarni qilib berib, elib berib, necha 100 millionlagan ishchilarni ishsiz qoldirib shu vaqtida ashtadan qilayotgan. Shu hozir o'libdi. Bu Xitoy nimaga, anikin Xitoyniki dunyo savdo tashkilotiga kirishidimi turibsiz cho'ng buniki. Bu Xitoy kimga o'chdi? Xi Jinping o'chdi. Bir qatamli qurultayda Xi Jinping nutq so'zlab, bütün zaldagilar chaqchagan chaqda Jurumji chaqchamay o'tirib olgan. Shu darajada endi. Shunga yaqinda bu adam o'ldi, xabar qilindi bu Xitoylarniki medialardan. Lekin Uyg'urlar uchun yaxshi odam emas. Uyg'urlar uchun Xitoylarcha yaxshi odam yo'q. Meniki nazarimda eng Uyg'urlarga ko'ngil boqqan odam Xuyobangdi. Undan keyin undek odam chiqib boqmadi. Yaqinda yana bir ish o'tirib chiqdi. Birlan Beijingdagi 301 doktorxona degan doktorxonaniki kompyuterisidan 400 gigabaytlik, 400 GB'lik ma'lumotni o'g'irlabdi. O'g'irlab bu ma'lumotlarni hozir ancha-muncha taqtibyapti buni. Shuning ichida
Jinping'niki, Putin'niki MRI resim baki. MRI degani mikrodolqon resonance image, microwave resonance image degan gapniki basharati bu. Sizin bütün ichki ustixonlaringizning ahvolini ko'rib bo'ldi shu orqali, mikrodolqon orqali. Shuniki resim bor ekan, andan keyin Xi Jinping'niki 5'niki MRI resim bor ekan. Bu ikki resim 8-chi tortilgan ekan endi, ikki resim. Mushuni qarab turib, ba'zi analizlar deydi, Xi Jinping'niki naydi ig'ir kesilib deydi. Buni biz ozroq bilamiz. Xi Jinping bir butun so'raroq mang'ida uzoq olib ketdi hozir unga. Minisi etgan bir qatam minisi qon tushib operatsiya qildigan degan gaplar bo'lgan. Chiqib minisining kim bor ekan, Putin kim bor ekan, salomatligi yaxshi emas deydi, hozir hali ig'ir. Ondan keyin Xi Jinping ig'ir darajada qo'rqish kasaliga giribdor bo'lib qoldi. Xitoyniki diktator boshliqlari saqmashdoq bo'ldi. Ayni vaqtida mavzulom mashtaq bo'lgan. Mavzulom mashtaq bo'lib, qiyrigan sari atrofidagi butun odamlarni gumonlagan bo'lib, tutib o'ldirib degandek mashtaq qilgan. Bo'lib ketgan ayni vaqtda. Hozir Xi Jinpingni mashtaq olib qoldi deydi. Kelar oyda, 10-oyda Xitoy Kompartiyasiniki 20-qurultiy 5-umumiy yig'ini bo'ldi ekan. Hozir ba'zi analizlarniki deyishicha, mushu qatimliq yig'inda, 10-yillik yig'inda Xi Jinping Zhongyang Yuan deymiz, Xitoy Markaziy komitet a'zolari. Aşağıdan yine 30'dak adamni ishdan bo'shatdi deydi. Bularning tang yarmi harbiy generallar. Bu Xi Jinping tutgandan buyon nurg'a odamlarni o'zi o'stirib ekan shu Zhongyang Yuanlikka o'tgan ekan. Bu qatimki mushtazlarni yapardigan 30'dak adam Xi Jinping o'zi o'stirgan odamlarniki 20%ga to'g'ri keldi deydi. O'sha odamlarni tozaladi deydi. Hozir Xi Jinping shu qo'rqish kasaliga giribdor, butun odamlarni gumonlanib, Xitoy ichida hech qayerga borolmaydi. Bir yana ekskursiya bu qismini saqlab videolik qilib, o'zi Beijingda turib olib, ashta qilyotdi endi. Shunga bumu qiyrigan sari g'aljirlashib, butun atrofdagi odamlarni gumonlanib, tozalashni yana texnik kuchaytirib mangdi degan gap o'tirib chiqdi. Bu gaplar bilan masalan o'tgan qatim degan Angliyadagi donliq pol soldigan adam Parker'niki gipi o'xshash chiqadi endi. Parkermi Xi Jinping Klerjinin beşida Xi Jinping huquqida yo'q bo'ldi degan gapdan degan. Xitoy Kompartiya hokimiyatimi bu yilning oxirigacha bir narsa bo'ldi degan gapdan qolgan bu odam. Shunga Xi Jinping haqidagi gap, mana shu gaplar o'xshash chiqyapti hozir. Xitoy haqidagi yana bir muhim xabar Amerikada bir adam bor, Michael Froman degan. Bu kishi Amerikaning xalqaro munosabat konsuliniki raisi hamda sobiq Amerika savdo vakili bo'lgan adam. Bu adam yaqinda tashqi ishlar degan nimada jurnalda bir maqola e'lon qildi, Xitoy to'g'riliq e'lon qilib, keyingi dunyo xarakterlik cho'ng iqtisodiy krizisni Xitoy paydo qiladi degan ashla bir temada. Bu Made in China degan ishlatibdi. Uni Xitoy yasaydi degan derak ma'noda shu maqola e'lon qildi. Bu odamniki maqolasida deydi, iqtisodniki 4 cho'ng motori bor. Uning birisi uyni yasash, ikkinchisi zavodlar mahsulot chiqarish, üçüncüsü aylıkla pul xərcləş, savdo qilish, bir narsalarni setib olish, üçüncü motor. Ondan dördüncüsü davlat chet elga mal setish, 4 narsa. Uy yasash, zavodlar mahsulot ishlab chiqarish, aylıkla pul xərcləş, mahsulotlarni setib olish, 4-cüsü chet elga davlatniki mallarını eksport qilish. Bu 4 xil motorlar mangadi. Deydi, hozir Xitoyniki 3 cho'ng motorda intayin zo'r chekinish bor. Birisi hozir uy silish jihatida qarasanglar, hozir Xitoyniki uy
bozori hozir shuncha ig'ir darajada vayron bo'ldi, hozir vayron bo'lyotidi. Ani zavodlar ishlab chiqarish, hozir Xitoyniki zavodlarni ishlab chiqarishimi intayin ig'ir darajada yaqinda tuvallab ketdi. Sababi nima desanglar, meni sotolmaydi. Buni ig'ir tahdid kuchida hozir. Andan keyin davlat chet elga eksport qilish mollarini. Bu jihatdami Xitoy hozir intayin ig'ir cheklimlar bor. Amerika, Yevropa hammasidan nurg'un davlatlar Xitoydan mol import qilishni azaytiryotidi yoki cheklavyotidi yoki bosh qo'shyotidi. Ishqilib bu uch cho'ng motorda cho'ng ojizlash bor. 4-chi motor Xitoyda aslida yo'q. Oyliklarniki pul xashlab mol sotib olib qildigan ishlari. Bu omil amaliyot bu motor intayin muhim. Iqtisodning ichida shu GDP'niki 60% mi? Shu nima telefonimniki to'g'ri ulanishi uzilib qoldi. Nima shunday bo'ldi bilmayman. Bizning uyda optical fiber bor. Nurliq tala ulanishi bor. 1 gigabitlik tezlikda ma'lumotlar. Lekin bunda ish bo'lib qolmagan. Hozir ish bo'lib qoldi, kechiringlar. Davomlashtiraymi, keyin YouTube chiqqan joyda ikkisini ulab chiqamsan bo'lmaydi, ulab o'sha qilay endi. Shunga Xitoyniki iqtisodga 4 motordan 3 motorda intayin ig'ir darajada bu hozir chekinish bor. 4-chi motor burundan yo'qdi, hozir texnik azab ketdi deydi. Aytganimdek, Amerikaniki GDP'siniki 68%, shu shaxslarniki pul xarjlashidan kelgan, Yevropa birligida 52% ekan, Xitoyniki aslida 40%dan ozgandiq, hozir 30%dan bachib ketdi deydi. Ishqilib, mushunda omillar tufaylidan bundan keyin bo'ladigan dunyo xarakterlik iqtisodiy krizis Xitoydan boshlandi deydi. Madamniki maqolasiniki mazmuni shu. Ondan keyin yaqinda chiqqan yana bir cho'ng xabar 2 kun oldin chiqdi. Xitoyda Xinda degan bir shirkat bor, cho'ng shirkat bu. Buniki boshlig'i Xi Jiayin degan bir Xitoy boshliq, shu qurgan shirkat bu. Bu Xi Jiyinga 2 kun oldida Xitoy ömürlük turma jazosi berdi. Bu Xi Jiayin degan Xitoy 1958-yilda tug'ilgan. Tug'ilib Xinanda tug'ilgan ekan. Aslida bir kambag'alning bolasi bu. Keyin olmetat o'qib, bir zavodga kirib ishlab, andan keyin Shinjongga ko'chib berib, u yerda azroqcha ishlarni qilib, keyin mana shu uy qurilish ishlariga kirib olib bu. Asosan hukumatdan bankadan pul qarz olib, uy hisobini setib degandek. Ashundoq qilib boy bo'lib, Xitoydagi bir cho'ng iqtisodiy imperiyadek holatga kelgan bu. Hozir yana bir qatim uzib ketib joyiga kelyotdi. Bu to'rinni bir kun bir narsa qotamni o'qimadim. Ajoyib ish bo'lyotdi. Ashta qilib, uniki 2017-yildagi boyligi 45 milliard dollar bo'lib ekan. Bu yolg'iz uy savdosi qilib qolmay, yana bir futbol komandasi, futbol shirkati qurib, uni mandirib, andan keyin naqshi muzika, naqshi usul, unda bir atritmi bor, uni bor ishlar qilib, ishqilib Xitoydagi eng cho'ng, Osiyodagi eng cho'ng boylarga aylangan bu. Xi Jiayin Xitoy shu chog'dagi o'ziniki mulki 45 milliard dollar ekan. Ashta qilib, lekin keyin 2021-yilda buniki qarzi bek eshib ketib 300 milliard dollar qarz bilan bu gumron bo'lgan bu Xitoy, qo'lga olingan 2021-yilda. Qo'lga olinib yo'q 2021-yilda shirkati itilibdi. Bu Xinda degan shirkati 2023-yilda qo'lga olinibdi. Hozir endi 8-20 kuni bunga ömürlük turma jazosi beribdi. Bu Xitoy Xinda Xi Jiayin degan. Bu Xitoyniki qurgan narsaning ichida albatta maslak degandek bir naqshi usul atritimi bor buniki. Men buni necha yil oldida ko'rgan.
Şujayin diye Xitaymış şu. Mavu hazır kalıtı. Mavu burunki halıtı. Tarak kılıp uçup жүрген vaqtlardaki. Onun için mavu yaşırak vaqtdaki halıtı, dixan vaqtlardaki. Yandırak çıkan vaqtlardaki. Bundaki tayyorlagan narsani numurlarini, usullarini men bir qatim ko'rgan. Ko'rib bir haftachilik kalamdan chiqaramay ketgandim. Shunga xabar menga bir ta'sir qildi. Maslahat ko'p kerak. Buniki tayyorlagan usullari intayin sarxil ko'rsatayli. Bek sarxil. Bunun bir binosi bor ekandiq. 24 qavatlik bu demin ismini qilishcha. Bu şu uyularını kuyduğun, kızlarının tutduğun qavatı 24. qavat. Bu qavatga hech kim chiqolmaydi, Şujaindan boshqa. Ondan keyin Şujain o'zi akirgan mehmonlar. Bu mehmonlar qanday mehmon desa, qanday mehmonlar desanglar, Xitoy Kompartiya hokimiyatining amaldorlari. Bir dixon qanday bo'lib, o'shanday bir cho'ng imperiya quralaydi Xitoyda. Onun oxirida chuqur devlet derecelik rehber bağlamış gerek. Bunu aksine adamlar var. Mavu namda nakşusul etreti boğan bilen bunu kıldığa işi bitiley başka çevrede. Numaramu var, uyumu koydu. Başka şey var. Uya kimlik kırdı bunu bitiley Şujayin üzüydülep ekirdiken adamlarını mesela mayumu bir katım kırp bakkan uyaga bir bakkan. Desette mayından neçe milyar dolar so'mlik mablag' saqında bir futbol komandasi qilib, zodi unumay keyin şey bir kirib chiqqandan ma'qul deb aytsam, pulni bir tikamin algan hikoyamda. Shu ma'lumotni ko'p qilinglar. Bu usul o'ynayotganlarning tang yerimi menga Xitoyda ko'rinmadi. Shunga men kalamdan chiqaramagan yerim shu. Mahmut İpek Yolu degan bir usul. Buniki nurgun numaraları var YouTube'da. Ben bu bir işkisindeki ulan sokup kurpasana buludu. Çıkılıp Xitoy şu maqulganligini. Abetin sizlarga deganimdek menga ta'sir qilib ketgani usulayotgan Ipak Yolu usulidagi usulayotgan qizlarniki tang 20dek Xitoy emas. Ashta boshqa ta'sir qildi menga.
Uyg'urlar xo'rliqqa uchrab, ajoyib bir xo'rliq uchraganimiz. Bizniki qizlar bizni tashlab qo'yib, erlarimizni sulib etib, butun bir millatni vayron qilib etib, sirtib kelib qolganlarni Kompartiya hokimiyatini kuylashga savatadi, madilashga. Ajoyib bir zamonda yashayapmiz. Bugun şu 4-cü məzmun dünya xəbərləri. Onun içində bir nərsini bir dəb qoyay. Bu yıl 7-ci ayda bo'lgan bir iş. Bu iş 7-ci ayda bo'libdi. Texi yaqında o'tirib chiqdi xabar bo'lib. Nima Trump Turkiyaga bir qatim NATO'niki yig'iniga borgan, qislavani 7-ci ayda. Şu yig'ini tugatib qaytib keladigan vaqtida bir voqea bo'libdi. U nima desanglar, Trump İstanbul'da Ankara'da, İstanbul'da çıkıp Türkiye'de aeroplanga çıkıp olgandan keyin Air Force One degan aeroplan konisi. Birinci numaralı aeroplandaki konisiga çıkıptı. Amelen Trump'a onunki kalgan amaldorlar var, bilib amaldorlar, onunki muhbirlar var. O aeroplan bir zalga o'xshaydi, cho'ng, ichi bek cho'ng, nurga adamlar bilmaydi. Şu aeroplan çıkıp olgandan keyin bütün aeroplanın derizini itinglar debdi, itibdi, ashta qilib. Şu anlıqda aeroplanga yemeklik, tamak kaçlaydigan maşina kilip, kötürülüp, Amerikan adamı aeroplanı geçkin adam tutuğa yerine. Trump'ni şu tamak yetkizdiğin maşinaki içine Trump kirvaptı, o maşını düşüp, berip, başka bir aeroplanga, bir harbi aeroplanken, Air Force C-32A deydi, o harbi aeroplan. Trump şunu çıkıptı, çıkıp, Angliyaga şu kichik harbiy aeroplan bilan beribdi Trump. Air Force One birinchi numaralı aeroplanni uchibdi, tang, hammasi tang Angliyaga beribdi, lekin Trump aslidagi o'zining aeroplanida emas, yo'q. U kichik aeroplan ekan. Qolgan muxbir yo'q, qolganlar hech qaysi uqmabdi Trumpning yo'qligini. Ashta qilib keyin Angliyaga borgan ekan, Trump o kichik aeroplandan yana aslidagi aeroplanga yetkilyapti. Sababi nima desanglar, Trump'ni qasdlamoqchi ekan iroqliklar Turkiyada degan ashtaq ma'lumot kelib, Amerikaniki bexatarlik organlari Trump'ni ashtaq ulashtirgan ki. Bu ish degan amda o'tirib xarob chiqdi, shuni men sizlarga deb qo'ydim. Xuddi kino ko'rgandek bir ish bo'libdi endi. Lekin hozir xabarlarda bo'lgandek bu Iran bilan Amerikaning ishtiroki tugmadi. Ko'rinishda Hormuz bo'g'zi ichitilmadi. Shuning bilan ashtaq bo'lib turganlik, o neftniki bahsi, mayning bahsi kishilar burun faraz qilgandek u darajada o'sib ketmadi. Buning sababi nima desanglar, buni bir qancha sabab bor ekan. Uni birisi hozir Xitoyniki chet ellardan import qilingan neftniki miqdori o'tgan yil bilan solishtirgan chog'da 30% azlab ketibdi. Ehtiyoji 30% azlab ketibdi. Nimishqa? Albatta men degan iqtisodiy o'zgarishlar munosabatlik. Xitoyniki nurg'un shirkatlari taqilib hozir energiyaga ehtiyoji yo'q. Ashta qilib butun davlatni qo'shgan chog'da Xitoyniki bu yilgi neft import ehtiyoji o'tgan yilga qaraganda 30% tushib ketibdi. Shunga Xitoy mayni oz kiribdi, bu birisi. Ikkinchisi, gerçi xabarlar ko'p chiqmagan bilan hozir Amerika Hormuz bo'g'izida harbiy mudofaa orqali neft tushiydigan parxtlarni mingishiga kafolat qilib turibdi. Yine her kuni nurg'un parxtlar kechida Hormuz bo'g'ziga kirib chiqyapti. Buni Amerika harbiy kuch bilan qo'g'dab, uni kafolatga ega qilib turibdi. Hozir bir kuniga 10 milyondan 15 milyon tongachilik neft chiqibdi o bo'g'izdan. 10 milyon tondan 15 milyon tongachilik. Barrel deydi inglizcha, uyg'urcha chilak yoki ton deb olibdi lug'at qarasam. Neftniki o'lchimini o'lchaydi, cho'ng kartonlog'i shuni o'lchaydi. İran urushi boshlanishdan burun bu bo'g'izdan kirib chiqadigan neft, kunlik chiqadigan neftniki en yukarı sahne 20 milyon ton, 20 milyon etrafı dikenler, 20 milyon ton etrafı dikenler.
Şuna gerçi hazır haberlerde jiq bo'lmasa-mu, hozirgi neftniki chiqish miqdori shunga qadar yiqilishib qoldi. Shu sabablardan xalqaradagi may bahosiga unchalar ta'siri cho'ng emas degan ishlarni bildim men. Aniki yaqini bo'lgan yana bir ish, hozir Amerikanda İran bilan suhbat o'tkazishdan butunlay voz kechib, uni butunlay to'xtatdi. To'xtatib, bundan keyin İranga darajadan tashqari embargo, iqtisodiy embargo qo'yamiz degan narsani e'lon qildi. Bunun bir qism konkretni mazmunlarini 24-slay e'lon qilmoqchi, o'g'lik bilgan 22 kundan keyin. Amerikadagi o'tirib qo'ygan yangi siyosat nima desa, İranni yulaydigan har qanday davlat İranni yulab, İran bilan munosabat qilsa, shu davlatlarni iqtisodiyotni jazolaymiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Bu asosan İranni yulaydigan davlat ikki. Birisi Rossiya, ikkinchisi Xitoy, amlati Xitoy eng chong yulaydigan davlat. Bu siyosat asosan Xitoyga qaratilgan siyosat. Endi buni yana qanchalik ijro qilaydi, uqilmaydi. 9 ayning oxiri Xi Jinping Amerikaga kelmoqchi. Xitoyniki tutgan taktikasi hamma narsaga ma'qul deb hech qasdini qilmaslik. Ashta qiladi, yana ashta bu qatam yana Amerikaniki do'psiga, Trumpning do'psiga jiddiy selib yo'l sepib ham uqilmaydi. Lekin hozirgi siyosat niki o'zi asosan Xitoyga qaratilgan. İran bilan iqtisodiy munosabat, İranga yordam qiladigan har qanday davlatni jazolaymiz deb ashta bir siyosatni o'tirib qo'ydi. Bu Rusya bilan Ukraina o'tirishlik urushda yaqinda Ukraina bir qatim Moskva atrofidagi elektr stansiya neftni ishlab chiqaradigan zavod mushundaq joylarga intayin qattiq bir qatim hujum qildi. Dron bilan, uçqusiz aeroplan bilan 600 dan ko'p dron etilibdi 8-yaniki 18 kuni. Aşağı bilan Moskvaning atrofida nuriylarga o't ketib portlab degandek hozir Moskvaniki odamlari nihoyatda dakki-dukkida vahimishida yashaydigan bir ahvol shakllandi bu yerda. Endi tunugun olgan xabarda Putin shu urush yaqinda patiqni to'xtaydi degan gaplarni debdi. Bu ishlardan Ukrainaning xabari yo'q. Agar urush to'xtasa qandayroq shaklda to'xtaydi emas, ammo Putinniki deganligi o'tirib chiqyotdi. Hozir Putin intayin Putin ahvoli intayin nachar. Ikki jihatdan birisi davlat ichida siyosiy o'zgarish bo'lib qolishi ehtimolligim bor, lekin Putin salomatligi yaxshi emas. Bu jihatda Putin ahvoli bilan Xi Jinping ahvoliga o'xshab ketadi. Ikkisi o'xshash ahvolga duch kelyapti hozir. Ondan keyin dunyo vaziyatini mushul so'zday oxirida deydiganim nima koinot haqida. Men yaqinda koinot haqida narsalarni chiqarib qo'yyapman Facebook'ga. Nima ish qilasanlar, menga shunaqa narsalar ko'p keladi. Koinotda nihoyatda jiq yangiliklar bo'lib ketibdi. Bu bir galaksiya, yulduzlar to'pi. Ashning ichida nihoyatda yo'ruq chekitlarni ko'rsatgan nihoyatda yo'ruq. Chekitlar nima desanglar, ular portlagan yulduz. Galaksiyada yulduzlar bakchiq. Hozirgi mo'lcharda koinotda 200 milliarddan 2 trilliongacha galaksiya bor deydi. Koinotda 200 milliard galaksiyadan 2 trillion galaksiyagacha galaksiya bor deydi. Her bir galaksiyada intayin ko'p yulduzlar bor. Biz Samanyeli galaksiyada turamiz. Samanyeli galaksiniki shakli shunga o'xshab qoladi. Mana o'xshab qoldi. Yer shari mandarax belga to'g'ri keladi. Bizning quyosh sistemasi mandarax belga to'g'ri keladi. O'ttirishga eng yo'qiyada qora o'nkur bor. Qora o'nkur butun shu yulduzlarni tutib turgan narsadanki birsi shu. Bizim Samanyeli galaksiyada 200 milyarddan 400 milyardchilik yulduz bor. Bir galaksiyada. Ismlarda bo'lsin, koinotda 200 milyarddan 2 trilliongacha galaksiya bor. Bizim bir Samanyeli galaksiyada
200 milyarddan 400 milyardlik yulduz var. Bizning quyosh shuniki birisi. Bu galaksiyalar bak cho'ng bo'lg'achqa davomli yeni yulduzlar shakllanib turdi yana. Yeni bir qism yulduzlar o'lib turdi, portlab ketadi yulduzlar. Shu ma'risimdagi mayda yuriq bir qancha nuqtalar bor, ashlarnisi portlab ketgan yulduzlarniki ko'rinishi. Undan boshqa yaqinda yana bir qiziqarli rasmni chiqarib qo'ydim. Mavi iki galaksi, bir-birisiga yaqin iki galaksi, bir-birisiga yaqin desa, belki yaqin o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Mavi iki galaksiniki orlig'i 1 million nur yili ekan. 1 million nur yili. Nur yili degan vaqtni o'lchami emas u. Nur yili desa, bir qancha so'rabdi Facebookda mendan. Bir nur yili degan qancha vaqtda. U vaqt emas, orliqning o'lchami. Bu kainat bek cho'ng bo'lganligi uchun agar uni kilometr bo'yicha hisoblasangiz og'zingiz patmaydi bu salla. Shunga nur yili degan o'lcham ishlatib, uzunlikni o'lchaydigan o'lcham bu. Bir nur yili qancha kilometr to'g'ri keldi desanglar, men aslida bugun shuni hisob qilgandim, unutib qoldim, 12 trillionga to'g'ri keldi. Bir nur yili degan gap nur 1 yilda bosadigan orliq degan gap. Nur 1 yilda qancha orliqni bosadi? Buni hisoblash uchun nur 1 sekundda 300 ming kilometr orliqni bosadi. Bu deganlik nima deganlik gap desanglar, nur 1 sekundda bizning vatanga shunday ko'p qitim berib keladi 1 sekund ichida. Ashta tizimlanadi. Bütün shu elektromagnet to'lqinlari, signal, telefon, signallari, televizor hammasi shu nurning tizimida bo'ladi. Shu nur 1 sekundda 300 ming kilometr bo'ladi. 1 minutda 60 sekund var, 1 saatte 60 minut var, bir günde 24 saat var, bir yılda 365 gün var. Şuna bir nur yılı diyen kancık aralıkka doğru geldiğini hesaplaş için 365'ke 24'ünü köpeytimiz, onunla 60'ını köpeytimiz, onunla 60'ını köpeytimiz, onunla 300 milyonu köpeytimiz. Başlarının hemini köpeysek bir nur yılındaki ağırlık kelib chiqadi. Albatta men deganimdek 12 trillion mu aşağı to'g'ri keladi, men ki qayta tuzib qo'y, buni hozir ismini qammatlashni. Shunga mandashlar bo'lyapti, andan keyin men nimaga Facebookga yana yangidan shakllanayotgan yulduzniki rasmidan birini chiqarib qo'ydim. Bu yangidan tug'ilgan yulduz ekan. Bu yulduzniki yeshi 100 milyon yildak bo'libdi. 100 milyon yil. 100 milyon yil bo'libdi. Buni biz yosh yulduz deb ataymiz. Bizningki quyosh 5 milliard yoshga kirdi. 5 milliard yoshga hozir. 5 milliard yil bo'ldi. Shunga bu yulduzni biz yosh yulduz ekan deb ataydik. Nimede? Astronomiya bilan shug'ullanganlar. Shunga mavi yangidan tug'ilgan yulduz 100 milyon yillik yulduz. Mavi portlab ketgan yulduz. Portlab ketgan yulduzniki bir ko'rinishi ma'lum hamsi tatqa rasmlar. James Webb Hubble alam teleskopida tatqa rasmlar. Ama shuni san chiqarib qo'ydim, chiqib qo'yapman davomli. Shu qiziqsanlar Facebookga kirib ko'rsangiz bo'ldi. Bu da bugungi mazmun shunchalik bo'lsin. Aralıkta to'g'ri uzilib qoldi. Bu nima ish bunday bo'ldi uqmayman, qayta bo'lib boqmaganman ish. Nima YouTube chiqqan joyda mana shu videoni bir-birisiga chetib chiqarib qo'yman, Facebookda ikki parcha bo'lib qoldi bu. To'g'ri tushunasizlar. Bu damizda ikkilar qatam ko'rish omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.